2026-yil Umra narxlari nech pul bo'lyapti? Shular haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka, opa-singillar. Barchangizga xayrli kun tilagan holda, do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachalarimizga iyul oyiga umra narxlari nech pul bo'lyapti va shart-sharoitlari qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Bundan tashqari tajribali va malakali 50 boshlarimiz hamrohligida 14 kun mobaynida 10 dan oshiq ziyorat va sayohatlarga olib chiqiladi va qo'shimchasiga esa Qizil dengiz sayohatini ham bonus tariqasida siz ziyoratchilarimizga qo'shib beriladi. Hozirgi kunda do'stlar, haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarda Centrum Holidays bilan Centrum Air samolyotlarida amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, Baytullohga borib ibodat va ziyorat qilib kelishni xohlayotgan bo'lsangiz, hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil va to'liq ma'lumotlarni olib borishlaring mumkin do'stlar. Hozirgi kunda do'stlar, qabullarimiz davom etmoqda. Iyul oyini har seshanba va chorshanba sanalariga Toshkent va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri reyslar amalga oshirilib kelilyapti. Bundan tashqari, gostinitsa oralig'i qanday bo'ladi degan savollarga Madina Munavvarada 200 metr 250 metr oralig'ida bo'ladi. Makka Mukarramada esa 800-900 metr oralig'ida bo'ladi. Buni inobatga olib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Bu standart plus paketi, ya'ni komfort paket bilan birlasha oladigan paketlardan biri bo'ladi. Bu hozirgi kunda bemalol piyoda borib kelishga ham yoki avtobuslar ham qo'shimcha yo'lga qo'yilgan. Xolasiz piyoda, xolasiz avtobusda 5 daqiqalik yo'lni tashkil qiladi. Ya'ni tirbandliklarsiz, kutishlarsiz, bemalol xohlagan paytingizga haramga borib, ya'ni ibodat qilishlik imkoniyatini beradi azizlar. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Ya'ni o'zimiz O'zbekistondan borgan povurlar hamrohligida birgalikda o'zbek milliy taomlari tanovul qilinadi. Xo'p, yana bir narsa ko'pchilik so'raydi. Azilbek, hozirgi kunda borayotganda havo qanday deyapti? Havo hozirgi kunda juda ham mo'tadil. Hozir borsangiz odam yana ham kam bo'ladi, ibodat va ziyorat qilishlik juda ham yana ham oson bo'ladi do'stlar. Hozirgi kunlarda tavsiya beramiz. Bundan tashqari qariyalarga hamshira xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Biz o'zimizni hamshiralar o'sha yerda tunu kun sizning xizmatingizda turishadi. Yana o'zingiz bilan nimalar olib olish kerak? Hurmatli obunachilar, odatiy hayotda ishlatadigan nimaiki bo'lsa, bemalol olaverasiz. Ya'ni o'zingizga atropa ishlatasizmi yoki bir kerakli dorilar bo'ladi, kunlik surunkali ichadigan dorilaringiz bo'ladi. Iloji boricha maksimal darajada bu yerdan dori-darmonlarni olib ketsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi u yerda iloyim ishlamasin, ko'pchiligiga borganda ishlamaydi. Birontasiga beradigan bo'lsangiz ham savob tariqasida, Xudo xolasa, juda ham chiroyli holatda borib kelish nasib qiladi azizlar. Xo'p, bizning firmamiz tomonidan beriladigan narsalar nimalar deydigan bo'lsalaring do'stlar, bizning firmamiz tomonidan bejik beriladi. Ya'ni u bejik nima uchun ishlaydi? Siz agarda haramga bordingiz, adashib qoldingiz yoki qaysi eshikdan kirganingizni bilmay qoldingiz, shularda bizning maxsus xodimlarimizning telefon raqamlari bo'ladi. Bemalol bironta odamga ko'rsatib, gostinitsani topib olishga juda ham qulaylik yaratib beradi. Bundan tashqari nimcha beriladi, ya'ni kamzil har xil razmerlarda bor. Bundan tashqari yana so'mka beriladi va viza beriladi. Ya'ni vizamiz ham 1 yilga beriladi. Ya'ni 1 yil ichida 90 kun yurish imkoniyatini beradi do'stlar. Bizda biletlar bordi keldi chiptalar bo'ladi. Bemalol Xudo xolasa biz bilan bog'lanishlari mumkin. Endi yana kulminatsion jarayonlardan biri bu narxi bo'ladi. Hozirgi kunda iyul oyiga narxlarimiz do'stlar, Toshkent Jidda va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimizning narxi $1050 qilib belgiladik. Agarda siz ham yaxshi niyat qilib ota-onangiz bilan, oila a'zolaringiz bilan umra ziyoratini, umra bilanlarini bajarmoqchi bo'lsangiz, ekranda raqamlar bo'ladi. Musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz ham Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali bemalol bog'lanib, joylarini bron qilishlari mumkin azizlar. To'lovlarni qanday amalga oshiramiz deganlarga, to'lovlarimiz do'stlar, siz Telegram yoki WhatsAppdan
aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, operatorlarimiz sizlarga bank shot raqamlarini taqdim qilishadi. O'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislari yoki filiallardan to'lovlarni naqd ko'rinishida yoki o'zbek so'mida amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar, ya'ni banklarda. Agarda siz Farg'ona, Marg'ilondan kuzatayotgan bo'lsangiz, o'zimiz rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Do'stlar, sizlarga qo'limizdan kelgancha to'liq ma'lumot berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar azizlar. Rahmat.